بسم الله الرحمن الرحيم القارعة O'z dahshatlari ila odamlar qalbini qattiq qoquvchi qiyomat yaqindir. Mal qari'a O'sha qattiq qoquvchi nima? Va ma adraka mal qari'a Uning nimaligini qayerdan bilasiz? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth U kuni odamlar ko'pligi va to'zib tarqalishi jihatidan xuddi atrofga to'zg'igan parvonalarga, o'zini o'tga uradigan kapalaklarga o'xshab qoladi. Va takunul jibalu kal'ihnil manfush Tog'lar titilgan har xil rangli yunglar kabi havoda uchib yuradi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية U kuni kimning yaxshi amallari tarozida og'ir bossa, u jannatda hamma rozi bo'ladigan hayotda bo'ladi. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Kimning yaxshi amallari tarozida yengil kelib, yomonliklari bosib ketsa, uning joyi haviya, jahannamdir. وما أدراك ما هي Ey payg'ambar, haviya nimaligini bilasizmi? نار حامية U qattiq qizigan o'tdir.